Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga obunachilarimiz tomonidan juda ham ko'p beriladigan savollarga javob berish maqsadida mana shu videoni qilyapmiz. Xabaringlar bor, biz sovutish agregatlari bilan shug'ullanamiz. Juda ham ko'p sovutish agregatlarini qurib bitkazib berganmiz juda ham ko'p joylarga. Shuning uchun beriladigan savollar odatda safardagi akalarimiz uchun, chet eldagi akalarimiz uchun pulimizni zayin qilmoqchimiz, xolodilnik qurib biznes qilsak bo'ladimi deb. Ha, albatta, xolodilnik biznesi bilan siz chet elda bo'lsangiz ham O'zbekistonga xolodilnik qurib qo'yib bemalol biznes qila olasiz. Buni sir asrorlarini, qanday qilib xolodilnik qurish kerakligini 15 yildan oshiq tajribaga ega bo'lgan mutaxassisimiz Azizbek aka birin-ketin ipidan ignasigacha tushuntirib beradilar. Assalomu alaykum Azizbek aka, xush kelibsiz. Do'konimizdagi bizga juda ham ko'pchilik savol berishadi. 100 tonnalik xolodilnik qurish uchun qancha joy kerak bo'ladi va qancha vaqt ichida qurib bitkaza olaman degan savollarni berishadi. Shuning uchun safarda yurgan akalarimiz O'zbekistonda necha sotix yer olib 100 tonnalik xolodilnik qurishlari mumkin? Eng birinchi savol. Birinchi savolimizga javob taxminan bir 4-3,5 sotix yer maydoni, quruq yer maydoni kerak bo'ladi. Mijozlarni o'zini ajratib qo'ygan yoki yer maydoni yoki bino shunaqa razmerdagi kerak. 4 sotix qurib yoganda 4 sotix yeringiz bo'lsa, oyiga bemalol $1000 dan $2000 sof daromad olib kelsa bo'ladigan xolodilnik biznesi shunaqa sezonida $1000 dan $2000 bemalol olib keladi. 4 sotix yeringiz bo'lsa, 380 tok. Biz aytaylik 3 fazaga ishlaydigan tok bo'lish kerak. Endi 100 tonnalik xolodilnik uchun qancha senish panel ketadi va qanaqa agregat ketadi? Hozir uni ham birin-ketin hisobini qilamiz. Shuni hisobini chiqarib bersangiz, 100 tonnalik agregat uchun necha kvadrat metr senish panel xarid qilishimiz kerak birinchi o'rinda? 4 sotix yer qanaqa holatda biz tayyor qilib qo'yishimiz kerak? Hop, 4 sotix yerimizni mijozlarni nima deydi? Talabiga qarab, ya'ni birinchisi eksportyor bo'lsa, mijozlarga qulaylik yaratish uchun yerdan taxminan bir 80 santimetr yerdan beton ko'tarib berishadi. Ya'ni 80 santimetr fura Isuzu kirib orqasini to'g'irlash uchun boshlanishi 80 santimetr, ishi oxirida finishida u styashka deydi, mozaika deydi, o'shalar bilan o'zi 1 metr, 1.10 ga borib qoladi. O'shanda furani orqasiga to'g'ri kelib qoladi. Furani orqasiga to'g'ri keladi. O'sha karada, boshqada kirib chiqadi, ishlatsa bo'ladi. Tushunarli. Ya'ni hozir razmerini birinchi chiqarsak, 80 santimetr beton nechiga necha qo'yishlarni ham chiqazamiz hozir. Razmerini tushuntirib bersangiz kameramizni. Xo'p, kameramizni uzunligi 14 metr bo'ladi. Uzunligi 14 metr, tushunarli. Uzunligi 14 metr bo'ladi. Xo'p, balandligi 5 bo'ladi. 5 metr. Bu ham mijozni sharoitdan kelib chiqib, ba'zi mijoz menga baland kerak emas deydi. O'sha 100 tonnani sig'imini hisobga olganimiz 5 metr bo'lishi kerak. 5 metr bo'lishi kerak. Xo'p, eni 6 bo'ladi. Eni 6 metr. 14 uzunligi. Balandligi 5 metr joyga 100 tonna, 105 tonnalik kamera tushadi. 100 tonna, 105 tonna kamera tushadi. Endi bunga qo'shimcha yana oldiga hop koridor yoki plashatka yo'lakcha deymiz, yuk qabul qilgani. 5 metr. 5 metr yoki 4 metrlik plashatka bo'ladi. Ixtiyoriy bu. Mijozlar yuk qabul qiladi, yuk chiqaradi. Furasi mashina bu yoqqa kelib to'xtab, shu yerdan oldi-sotdi shu yerdan bo'ladi. Shu yerdan. Demak, eshik mana bu yerda bo'lsa, 14 metr plus 5 metr. Bu yoq bilan 20 metr joyi 80 santimetr balandligida styashka qo'yib qo'yish kerak bo'ladi. Ya'ni beton qo'yib chiqish kerak 6 metrga 20 metr. Bu mijozning ixtiyoriy va mijoz kimlar bilan ishlashiga qarab turib qilsa bo'lar ekan. Yaxshi, keyingi savolimiz endi mana shu joyga qancha senish panel, necha kvadrat senish panel ketadi? Shuni chiqarsak. Kvadratini. Hop, kvadratini asosiy hamma bilsa kerak, kvadrat qo'shish 14 metr bu tomoni, 14 metr bu tomoni. Hop, 6 metr, 6 metr. Shunda bu taraf 6 metr. Shunda jami hammasini qo'shib chiqqanimizda krugovoy 40 metrga to'g'ri kelyapti. 40 metr. Hop, 40 metr bo'lyapti. Endi bu devori bo'lyapti. Buni ko'paytiramiz 5 ga. Ya'ni balandligimiz 5 bo'lyapti. Shunda 200 kvadrat bo'lyapti. Devorimiz o'zi. Devorimizning o'zi 200 kvadrat. 200 kvadrat. Hop, endi tom qismiga kelsak, uzunligi aniq, eni aniq. Bu yog'i 14 ga
6 bo'ladi. 84 kvadrat bo'lyapti. 84 kvadrat. Shunda devorimiz 200 kvadrat, tomimiz 84 kvadrat bo'lyapti. 84. Sandwich paneli o'zi. Sandwich paneli o'zi 284 kvadrat bo'lyapti. 84 kvadrat. Endi mana tepa qismidagi tomlari bundan ancha oshiq chiqadi. Taxminan bir 250 300 atrofi naveslari bilan yer maydoni. Ya'ni bu xolodilnigimizni ustini naves bilan ham qoplash kerak bo'ladi. Azizlar, xolodilnik qurmoqchi bo'lsanglar, ya'ni shu narsani ham inobatga olasizlar. Yeringiz bo'lishi kerak, stashka qo'yib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Xolodilnikning ustini o'rash uchun naves ham qurib bitkazib bergan bo'lishingiz kerak. Navesni xolodilnik bitgandan keyin ham qilsa bo'laveradi, xolodilnikdan oldin ham qilsa bo'laveradi. Bu ixtiyoriy. Birin-ketin asta-sekin bilan etap qurib bitkazsa ham bo'ladi. Hozir bizga jami bo'lib 284 kvadrat metr sandwich panel kerak bo'ladi. Sandwich panelimiz mana shunaqa poloritdan sandwich panel bo'ladi. Orasida bir-biriga kiradiganlari bor. Hozir bu sandwich panelimiz Toshkent shahrida ishlab chiqarilayotgan, Turkiya seriyasida qilinayotgan sandwich panel. O'zbekistonda Rossiya seriyasini ishlatadigan, Xitoy seriyasini ishlatadiganlar ham bor. Hamma joyda har xil narxlar seriyaga qarab o'zgaradi. $30 dan $31 hozir bozorda, bugungi kun bozorida, ya'ni bu video hozir 2026-yil iyun oyida olinyapti. Balkim siz bu videoni 3 yildan keyin, 2 yildan keyin ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Unda narxlar o'zgargan bo'ladi. Shuning uchun oldindan aytyapmiz. Bugungi bozor narxi $30-31 bo'lyapti. Biz $31ligini olib sotamiz, chunki $31ligi juda ham samarali, effektivniy. Shuning uchun ham aynan mana shu sandwich panelni tanlaganmiz. Mijozlarimiz bu ham ixtiyoriy, xohlaganlarini olishadi. Sandwich panelni asosan seriyasida farq qiladi. Qolgan narsasi o'zimizning O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan tunkadan qilingan bo'ladi, TMZ tunkalari. Yana boshqa bu qo'shimcha ma'lumotlarni nimadir bo'lsa aytib o'tsangiz yaxshi bo'ladi. Sandwich panellar ikki xil bo'ladi. Bu penopoliuretan. Bu penopoliuretan faqat shundan ishlatadi. Ichiga 40 kg kub bo'ladi. Ya'ni bitta turi penopolistirol, PPS deyishadi. Penopolistirol. Penopolistirol uni eng qattiq zichligi 20 kg kub bo'ladi. 20 kg. Bu sandwich panelni ko'proq binolarning ichiga ishlatishadi. Buni bemalol tashqariga, naves tagiga, quyosh tagiga ishlatsa bo'laveradi. Yana bir hozir shu joyda savol tug'ildi. Juda ham ko'p mijozlarimiz polga qanaqa qilsak bo'ladi degan savollarni berishadi. Polga ham shundan qilsa bo'ladimi yoki boshqasidan qilinadimi? Endi hozir O'zbekiston sharoitida, mahalliy sharoitda penoplast qilyapti. topli polga ishlatiladigan, o'sha 5 cm bilan qo'shib X-loy 10 cm yoki 5+2 7 cm qilib to'shab, keyin ustiga beton qilib olishadi. Demak, o'sha arzonroq tushayotgan budjetniy varianti. Lekin penopolistirol quysa ham bo'laveradi. Penopoliuretanni septirib beramiz. Penopoliuretanni sepib beriladi. Septirib beramiz. Taxminan mijozlarga kvadratiga $16 atrofiga. Kvadratiga $16. Demak, polimizni ham kvadrati tayin. 84 kvadrat bo'ladi polimiz ham. 84 kvadrat necha puldan dedingiz? 16 dan. Hisoblab ko'paytirib olishingiz mumkin. Bugungi bozor narxida do'stlar, $16 kvadratiga. Sandwich panelimizda boshqa savollar adashmasam qolmadi, xudo xolasa. Endi buni narxini $31 dan 284 kvadratga ko'paytirsak, jami necha pul bo'ladi? Sandwich paneli o'zi 284. Shunda $31dan $8804 bo'lyapti. $8804. Bu sandwich panelini o'zini zavoddan xarid qilish narxi. Endi bunga qo'shimcha aksessuar deyiladi. Aksessuar, eshik, butlovchi qismlari, ya'ni shu narsalarni ham narxini yozib ketsa yaxshi bo'lardi. Ichki qismiga, kameraning ichki qismiga 5x5 uголок ishlatiladi. Uголокlar. 5x5 uголок. Tashqi qismiga 5x15 uголок ishlatiladi. Bu mana sandwich panelimizni tashqisi mana sariq poliuretanni yashirish uchun ishlatiladi. Ya'ni mustahkam bo'ladi. Ya'ni quyosh nuridan saqlanadi, yana ham mustahkam bo'ladi. Umri uzoq bo'ladi, chunki quyosh qancha ko'p tushsa, bu chirish, sarg'ayish oqibatlari bo'ladi. Tushunarli. Uголок ishlatamiz. Keyingisi uголокning jamlanmasini yozamiz. Shunda burchaklar deymiz. Yoki butlovchi qism. Butlovchi qism. Butlovchi qism bo'lsa
taxminan shu 14 ga 6 kameramizga 222 dollarlik burchak ketadi. burchak ketadi. Tushunarli. Keyingisi Hop, keyingisi eshik. Eshik albatta relsli bo'ladi. Relsli, Yoqlovchi yonga ochiladigan. Bitta shu joyga o'rnaydi eshigimiz, bitta- to'g'rimi? Aha, mana shu joy. Endi markazga emas, sal yo'g'onroqqa yo chaproqqa o'rnaydi, chunki eshikni ochilish yopilishini tushunarli. Hop, eshigimiz O'rtacha Xitoy original zavodskoy narxini yozsa yaxshi bo'ladi. razmeri 220 ga 160. 160 bu eng Standart, hadovoy eng standarti. razmeri. Aha. Hop, bu eshikni hozirgi narxi 850 dollar. 850 dollar, bu 220 ga 160. O'rtoqlar, ma'lumot o'rnida yana eslatib o'tamiz. 220 ga 280 eshiklarimiz ham bor. 2,5 bor. 2,5 hozir bu yerda 220 ga 160 eng hadovoy, eng ko'p sotiladigan razmerimiz. Shuning uchun shu narxni olyapmiz o'rtada qilib. Keyingi yana nima bunga qo'shimcha? Sandwich panelni xizmati alohida bo'ladi. Alohida bo'ladi. Sandwich panel xizmati alohida bo'ladi. Alohida, tushunarli. Shundan ham tushunsangiz bo'ladiki, ya'ni siz hozir 8800 220 u yoq bu yog'i sizda где-то 10,000 dollar pul bo'lsa, bemalol xolodilnikning korpusini qurib bitkazib qo'yib, keyin ikkinchi bosqichga o'tsangiz ham bo'laveradi. Ya'ni agregat o'rnatish bosqichi. Unga ham xos to'xtalamiz. Sandvichlarni o'rnatib, eshiklarni qo'yib berish necha pul bo'lyapti? Hozirgi kun bozor narxi joyiga ham qaraydi, to'g'ri? Hozirgi kunda endi masofaga qaraydi. O'zimiz vodiyning ichiga minimalli 2 dollardan ustunovka bo'lyapti. 2 dollardan kvadrati. kvadratiga. Hop, bu yerda o'shanda hop, sandwich panel. O'rnatishimiz bo'lsa, hop, 2 dollardan bo'lsa, shunda 568 dollarga to'xtaydi. Sandwich panel. Bunda agregati alohida bo'ladi. Agregatimiz ustunovkasi Yo'q, hozir shoshmay turamiz. Eshik ustunovkasi ichidami? yo eshik alohida bo'ladi. Demak, eshik ustunovkasini ham alohida yozamiz. Chunki hammasida alohida Eshik xizmat alohida narx bo'lganligi uchun mijozlarimiz uchun hozir eng qiziq bo'layotgan joyda bu summa. Juda ham ko'pchilik telefon qilishadi, summa. Shuning uchun ham hammasini отдельно yozganimiz yaxshi. Eshik ustunovkasi necha pul bo'lyapti? Hop, eshikga o'rnatishimiz ikki xil bo'ladi. Birinchisi sandwich panelga o'rnatadigan bo'lsak 50 dollarga o'rnatamiz. 50 dollarga, aha. Pena sepilgan joylar bo'ladi. Zamiya, binolarga g'ishga o'rnatiladi, beton o'rnatiladi. Ularni 100 dollarga ustunovka qo'yiladi. Ya'ni qiyin bo'lganligi uchun sharoitga qarab narxi o'sadi-da. 50 dan 100. Endi sandwich panel hisobi bo'lganligi uchun sandwich panelga 50 dollar hisoblaymiz. 50 dan yoki 100. 50 dan 100 gacha. O'rtoqlar, bu hozir sandwich paneldan 0 dan ko'tarib, quruq yeringizni 0 dan ko'tarib, xolodilnik holatiga keltirish narxi shunaqa bo'lyapti. 100 tonnalik xolodilnik uchun. Yana bir narsani guvohi bo'ldim. Bu hozir biz yashiqda hisoblayapmiz, to'g'rimi? 100 tonna. 100 tonna. 100 tonna yashiqda. Agar siz qopda, ya'ni sabzavotlarni, sabzi, kartoshka, yana nima saqlanadi? Kartoshka bo'lsa endi Keyin eksport uchun saqlanmoqchi bo'lgan qopda saqlanadigan narsada bu yerga 150 tonna kirib ketish ehtimoli ham juda katta ekan. Yashiqdagi holatda biz uzum, olma, yana boshqa mevalarni hisobga oldik, shaftoli, ya'ni yashiqlangan narsalar 100 tonnaga shu razmer bo'lyapti. Qopda bo'lsa 150 tonnagacha ham chiqar ekan. Endi mana shu xolodilnik kameramiz uchun agregat motorni podbor qilsak, 0 gradusdan plus 5 gradusga yoki bo'lmasa minus 10 gradusdan plus 10 gradusgacha, ya'ni o'sha ikkita o'rtasida oladigan agregat motorlarni tavsiya qilsangiz, nechilik qo'ysak yaxshi? hop, bu kubamizga ikki xil yondashish kerak. Masalan, eksportyor bo'lsa, imkon qadar kattaroq agregat qo'yish kerak, chunki u tez sovutib olib chiqib ketish kerak bo'ladi. Taxminan bitta furamiz 20 tonna hisobini olinsa, 20 tonna yukni tez sovutib olib chiqib ketish kerak bo'ladi. Agar saqlovchi odam bo'lsa, unda boshqacha yondashuv bo'ladi. Hozir biz bu kishiga bu razmeriga saqlovchi yondashuv qilamiz. Ya'ni 20 HP agregat tanlaymiz. Ya'ni 20 HP agregatimizni qo'ysak, saqlovchi uchun juda ham mos keladi. Sabzavotlarni, meva-chevarni qizig'i yo'q. 100 tonnadan 150 tonnagacha 0 gradusgacha tushib beradi 20 lik agregatimiz. Demak, hozir bu yerga 20 lik agregatimizdan alohida narxini yozsak. 20 lik agregatimiz hozirgi kunda bugungi kun bozorda necha pul bo'lyapti? Полностью komplekt, hamma narsasi ichida necha pulga tushar ekan? 20 HP agregatimiz hozir
bozor kunida $5200 bo'lyapti. Hurmatli obunachilar, $5200 ga sizga xolodilnik agregatimizdan tayyor terilgan agregat bo'ladi. Ichkariga iladigan VOP deyiladi, воздушный испаритель bo'ladi va qo'shimchasiga shit bo'ladi, freoni bo'ladi, terves bo'ladi. Ikki xil truba 4 metrdan va atvotlari bilan qo'shimcha qilib beriladi. $5200 ga mana shu komplekt bo'ladi. Usta endi buni ustanovka xizmati joyiga qarab o'zgaradi deyapsiz. Qayer Vodiyga qancha, Voha tomonlariga qancha, Toshkentga qancha? Hozir o'zimiz Vodiyga $300 dan ustanovka qilyapmiz. Vodiyga $300 Qancha da. masofamiz uzoqlashsa, shunga qarab narximiz o'zib boradi. Ya'ni kelishilgan holatda Kelishilgan bo'ladi. holatda bo'ladi. Vohali akaxonlar kelishilgan holatda bo'lar ekan, vodiyliklar uchun narxi tayin $300 ekan. Xo'p, agregatimiz ustanovkasi $300 deb rubiy olaveramiz hozir. o'rnatish dedik. $300. Endi bunga qo'shimcha qanaqadir prochi rasxodlar ham bo'ladimi yoki o'zi mana shu? Endi bu yerda hozir birinchi sendvich panelimiz kelyapti. Sendvich panelimiz ketadigan kvadratini hisobini chiqardik. Butiluvchi qismlarni, eshikni, sendvich panel o'rnatish xizmati, eshik o'rnatish xizmati, agregat puli, xizmat, agregat ustanovkasi $300. $300. Shunda bu bilan xolodilnikimiz bitib qolmaydi. Ya'ni mijozi transformatori bo'lishi shart. Transformator bo'lishi kerak. 380 volt kuchlanish bo'lishi shart. Ya'ni bosh videoni boshida aytdik, 380 900 bo'lishi kerak. bo'lishi kerak. Samo собой transformator ham Bizga bor. mijozni bo'yida bo'ladigan rasxodlar bor, bizni bo'ynimizda bo'ladigani. Endi bular bizni bo'ynimizda jamlanmasini biz yig'ib beramiz. Mana shular hammasi bizni bo'ynimizdagi narsalar. Endi mijozni bo'ynidagi xolodilnikka shiti o'zi komplektatsiyada shiti bo'ladi, o'sha yergacha tok tortib kelib beradi. 280 volt kuchlanish olib kelib beradi. Demak, transformatordan shitgacha bo'lgan kabel rasxodi demoqchisiz. Kabel rasxodi. Bu birinchisi. Bundan tashqari, mana 5200 agregatni ichida komplektatsiyada kabeli bo'lmaydi. Kabel bo'lmaydi. Biz truba 4 metrdan bo'ladi. Ko'p joyga 4 metr yetmaydi ustanovkaga. Bu qo'shimcha rasxod bo'ladi u. Bu qo'shimcha rasxodlar hammasi mijoz bo'yinida. Transportirovka, olib ketish, bu jamlanmalar hammasini biz yig'ib beramiz. Olib ketish, obyektga olib ketish. Yo'l kira demak. Sendvich panel yig'ish jarayonida ketadigan pena deymiz, germetika, samarez, shu hamma narsalari klient bo'ynida bo'ladi. Taxminiy 100 tonnali xolodilnikimizga $500 dan $1000 gacha proch rasxod chiqish. Ya'ni bundan tashqari yana mana yerga proch rasxod $1000 yozsak bo'laverar ekan. Qo'shimcha rasxod yozamiz. Qo'shimcha 500 dan 1000 gacha. 1000 gacha. Bu endi joyiga, uzunligiga qarabdi. Tushunarli. Hozir shu bilan xolodilnikimiz bitadi. Mijozimiz soqqan-soqqa yurishni boshlaydi. Shunda bizga boshda aytganimizdek joyini tayyorlab beradi mijoz. Ustini yopib beradi, navisini. Keyin biz bu ishlarni boshlab, taxminan 10 kunda ishni bitkazib topshiramiz. Hamma narsa tayyor bo'lsa. Mana shuncha rasxod $17228. Do'stlar, eng kulminatsion nuqtasiga keldik. $17228. Grubi $18000 rasxod qilib, oyiga $1000 dan $2000 daromad topish realnimi deyapsiz? Ha, realni. Men ko'zim bilan shaxsan ko'rganman. Namanganda, Nanay tomonida okaxonlarimizda bemalol oyiga 12 milliondan 18 milliongacha aynan mana shunaqa saqlash xolodilnikida daromad qilishyapti. Shoka morozelkalarda ko'proq daromad qilishyapti, shokalarda qimmatroq yurar ekan. Yana boya ustamiz aytganlaridek, eksportyorlar uchun 20 tonna mahsulotni shuni olib kirib sovutib, yana shuni olib chiqib ketish. U ham qimmatroq usluga hisoblanar ekan. Sizdan talab qilinadigan narsa mana shu yer maydoni va mana shu xolodilnikingiz bo'lsa, eksportyorlar, meva saqlaydiganlar, mevachi dehqonlar, sabzavotchilar o'zi sizni qidirib topib kelib, aka, xolodilnikingizdan foydalanaylik, bir oyiga mashincha beramiz deb o'zingizlar kelishilgan holatda 10 milliondan ko'proq daromad qila olasiz. Mana shu eng asosiy maqsadimiz edi, odamlarga tushuntirish, hisob-kitob. Juda ham ko'pchilikdan kelgan savollar, 100 tonnali xolodilnikdagi savollardan kelib chiqib shuni qildik. Agar sizning yeringiz boshqacha bo'lsa, kattaroq, kichikroq yoki juda ham katta, juda ham ko'proq qurmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga izohda, ya'ni yozib qoldiring yer maydoningizni. Siz uchun ham alohida hisob-kitob qilib chiqazib beramiz, xudo xolasa. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Obuna bo'lishni unutmang.